Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, xush kelibsizlar bugungi interaktiv o'yinimizga. Interaktiv o'yinlarimiz qiziqarli, maroqli bo'lishi uchun va yodda qolishligi uchun harakat qilamiz doim va olgan bilimlarimizni yana hammamiz birgalashib, mana shu bilimlar asosida musobaqalar o'ynab, yana bilimlarimizni mustahkamlashga harakat qilamiz deb o'ylayman. Fevral oyi sizga ma'lumki, bizga ma'lumki, allomalarimizni, shoir olimlarimizni tavallud ayyomlari bilan boy. Ayniqsa kimlarniki? Alisher Navoiy 9-fevral va 14-fevral shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburni tavalludiga bag'ishlangan sanalar keng nishonlanadi yurtimizda. Va bugungi bizni mavzumiz ham Bobur, shoh va shoir deb nomladik. Chunki biz Boburni tanladik, tarixda Boburni roli kattaligi, tarixda Temuriy shahzoda ekanligi, umuman tarix bilan bog'liq qismida Boburni yoritib berishga harakat qilamiz. Sizga ma'lum, Bobur nafaqat tarixda, balki adabiyotda ham o'chmas iz qoldirgan, ruboiylari bilan mashhur bo'lgan, ruboiylar mutaxassisi bo'lgan shaxs sifatida taniymiz. Biz bugun Boburni esa shoh sifatida o'rganamiz, Boburni shoh sifatida talqin qilamiz. Aynan Bobur va Shayboniy o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Bobur va Shayboniylar kim bo'lgani, Shayboniyxon ikkalasi o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mavzumiz boshlanishidan oldin bir qo'shiq eshitdik, ya'ni afg'onistonlik o'zbeklarni, Afg'onistonda yashovchi o'zbeklarni vatan sog'inchi to'g'risidagi qo'shig'ini eshitdik. O'zbekman deb aytdi shekilli, o'zbek farzandiman degan qo'shiq. Shu yerda ikki marta men kimni farzandiman deb gapirdi. Birinchisida Amir Temur, sohib Qur'on farzandiman dedi, ikkinchisida Shayboniyxon farzandiman deb aytdi. Xo'p, nima deb izohlaysiz shu jumlalarni? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa dedi? Ha, Sarvat? Amir Temur Shayboniyxondan avlod bo'lganimiz uchun shunda o'g'limiz yo qizimizni beksin bo'ladi. Masalan, bir tomondan Temuriylar avlodimiz dedi, ikkinchidan Shayboniyxon avlodimiz dedi. Xo'p, yana yaxshi, rahmat. Yana kimda qanaqa fikrlar bor? Xo'p, Solixa? Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniyxon qamal qilgan paytida Zahiriddin Muhammad Bobur opasi Shayboniyxonga o'zining xohishi bilan ukasi qamaldan chiqib ketishi uchun, opasi o'z xohishi bilan borganligi uchun qaysi qism tomonlama qon birlashganda ulardan bo'lgan farzandlar ham qaysi qismdan Temuriylar deb aytsa bo'ladi. Shuning uchun ham yoni farzandimiz bo'ladi. Xo'p, rahmat. Lazbek, siz qanaqasiz? Shayboniyxon va Bobur o'rtasidagi munosabatlarga o'zingiz fikringizni bildiring. Katta hissa qo'shadi. Shuning uchun ham biz uni ajdodimiz deb olamiz, lekin ba'zi manbalarda ajdodimiz yo o'sha naslimiz kelib chiqishiga katta hissa qo'shgan odam deganda ko'plar negativ fikr bildiradi. Aslida Zahiriddin Muhammad Bobur ham ajdodimiz bo'lgan. Bu ikkalasining o'rtasida konflikt kelib chiqqani uchun. Xo'p, to'g'ri. Demak, Bobur ham, Shayboniyxon ham bizni avlodimiz. Bittasi Temuriylardan bo'lsa, bittasi o'zbek ulusining asoschilaridan bo'lgan avlodlardan tarqalgan. Mana shu ikkalasi o'rtasidagi munosabatni shakllanishida ikkalasi ham bir vatan uchun, bir davlat uchun, bir millat uchun, bir din uchun harakat qilgan insonlar sifatida gavdalanadi. Faqat biz Boburni ko'proq yaqinroq bilamiz va ko'proq Boburga simpatiyamiz balandligi bo'lganligi sababli biz Boburni ko'proq qo'llashga harakat qilamiz. Lekin Shayboniyxon ham bu millat uchun, bu vatan uchun kam harakat qilgan inson emas sifatligini biz ko'rsatmoqchi bo'ldik. Mana shu hozir biz tayyorlab kelgan videoroliklarda va prezentatsiyalarimizda mana shular haqida ko'rib gaplashib o'tamiz. Xo'p, prezentatsiyalarimiz tayyor bo'lguncha bo'lmasa, biz musobaqamizni boshlab turaylik. Musobaqada yutib, g'oliblar aniqlangandan keyin biz yana tadqiqotimizni davom ettiramiz, prezentatsiyalarimizni ko'rishni davom ettiramiz. Xo'p, biz tayyorlash maqsadida shunaqa kelishdik, katta guruhlar bilan guruhlar tuzamiz va mana shu guruhlar asosida musobaqa shakllantiramiz dedik. Bo'ladimi? Xo'p, kimni chiqadi guruh tuzgan? Kitob o'zingiz tanlaysizmi? Ko'ramiz-da, ham. Kim guruh tuzadi? Keling, bitta guruh tuzaylik. Mana shu guruhga xohlovchilar tanlaylik. Keling, Mustafa, siz chiqing. Nechta guruh qilamiz? Uchta qilamizmi? Uchta guruh qilamiz. Xo'p, Mustafa, Muhammadjonki
Muhammadjon, Mustafa, endi Ruxsatda guruhda. Kel. Xo'p. Endi mana shu 3 ta guruhni shakllantirib olish uchun guruhga a'zolar yig'amiz. Mustafa tanla. Lazım. Xo'p, tanla. O'tiringlar. Sarvar. Samshod. Yozuvda Shamshod kim tanladi? Bize gelme. Anlatayım. Bo'laqa. Ne yaptın ya? Çünkü kim yaptı? Savollar berish. Oxirida hisoblaymiz ballarimizni. Eng kam ball olgan guruh chiqib ketadi. Ikkita yutgan guruh bilan musobaqani davom ettiramiz. Kelishdikmi? Boshladik. Xo'p, birinchi savol. Xo'p, sizga ma'lumki, Aleksandr Makedonskiyning davlati o'zidan keyin sarkardalari tomonidan boshqariladi. Mana shunday sarkardalardan biri Salavka kimni qiziga uylanadi? 37-mavsum. O'tir, unda bor, dumaloq bo'lib turinglar. Ha, kimni qiziga uylanadi? Salavka Markaziy Osiyoda kimni qiziga uylanadi? To'g'ri. Xo'p. Ikkinchi savol. Salavkani qizi Obamaga atab qaysi davlatda shahar bunyod etilgan? Suriyada, to'g'ri. Keyingi savol. Shu kitob qoladimi? Xo'p, keyingi savol. Hindistonda sizga ma'lumki, kasta tizimi mavjud. Mana shu kastalar ichida hech qaysi guruhga kirmaydigan bitta yo'nalish bor. Bu qaysi edi? Hech kim tan olmaydigan, hamma hazar qiladigan va kasta tarkibiga kirmaydigan guruh. Bir. Oxirgisi 4 taga kirmaydigan. Chandallar, to'g'ri. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Kitobni qoldiramizmi? Yunonlarga forslar 3 marta hujum qiladi va forslar Yunonlar hududini egallay olmaydi. Forslardan keyin bu hududga kim hujum qiladi? Forslardan keyin Yunoniston hududiga kim hujum qiladi? Bir. Tayyor bo'lsa savolni 3 deyishim bilan aytishinglar mumkin. 2. Xato. Xato. Yunon fors urushlaridan keyin Yunonlar hududiga forslardan keyin kim hujum qiladi? Qabila nomimi? Qabila nomi emas, anaqa sarkardani nomini ayting. Kim hujum qiladi? Bosh harfini aytishga rozimisiz? F. Filip. Xo'p, demak, ustoz bo'ladi 3-1. 3-1. Savol sizlarda. Kitob tanlaysizlarmi? Qoladi. Keyingi savolimiz. Xo'p, bitta 5 gacha o'ynab olaylik. 5 ochko olgan mutlaq g'olib bo'lib chiqadi. Hozir 3. Xo'p, keyingisi. Yunonlar bilan forslar o'rtasidagi jangni, birinchi jang tarixda qanday nom bilan qolgan? Marafon jangi deb qolgan. Xo'p, keyingi savol. Xuddi shu kitobda qolamizmi? Xo'p, shu kitobda qoladigan bo'lsak,
Yunon Makedon davlatini, ya'ni Filippikka tuzgan davlatni keyinchalik o'g'li Aleksandr boshqaradi. Aleksandrning farzandlari bo'lmaganligi sababli u boshqargan davlat yo'q bo'lib ketmaydi, sarkardalari tomonidan boshqariladi. Aynan Salavka tomonidan boshqarilgani bizni hududlarimiz kirgan joyni boshqaradi. Salavkadan keyin bu hududni kim boshqaradi? Salavkadan keyin oti nima? Oti, o'shani oti kerak. To'g'ri yo'nalishda ketyapsiz, oti kerak. Bir, ikki. Bosh harfini aytishga rozimisizlar? A. İkinci harfini ham bilaman. Jim. 3. Aytinglar. Aytaveringlar, bal ketadi. Antoni xato. Antoni xato. Yo'q. 1, 2, Artur xato. Farqi yo'q, kim aytsa aytaversin. Xato. İkinci harfini ayting, o'rtada. İkinci harfini. Ikkinchi, ha, to'g'ri. Ben aytdim de. Antiox. Xo'p, to'g'ri 3. To'g'ri 3. To'g'ri. Xo'p, keyingi savol. Ee, 751-yilda Turonga Xitoy imperiyasi bostirib kiradi. Xitoy imperiyasi va bu imperiyani Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi armiya, aynan Ziyod ibn Solih boshchiligidagi arablar, Turonliklardan iborat bo'lgan guruh bostiradi. Mana shu Xitoyga bostirib kirgan imperiyani nomi nima bo'ladi? Xitoydan Turonga bostirib kelgan imperiyani nomi. Qaysi imperiya? Ha. Kim aytsa bal qo'shib ketaveraman. Men xato. Qora Xitoylar xato. Sen xato. Tan imperiyasi edi. Tan imperiyasi edi. Xo'p, birinchi guruh 5 ochko bilan mutlaq g'olib bo'ldi. Rahmat. O'tiringlar. Xato. Kleopatraga uylangan Rim imperatori kim? 1. Aytaveraymi? Aytaveraymi? A. To'xtang. Jim. M A. Ey. Jim. Antoni. To'g'ri. Mark Antoni, to'g'ri. 1, 2. 1, 2. O'tir. Xo'p, keyingi savol. Boshlaymiz. Hey. Kitob alishtiramizmi? Alishtirmaymiz. Biladi. Otabek biladi. Xo'p. Olimpiya o'yinlari kimni sharafiga bag'ishlab o'tkazilgan? Zeus. 2. Xo'p, ketdik. Yo'q, mamnun qilamiz. Vaqtimiz yetmaydi-da. Kim bilsa aytadi, o'shanga qo'shilaveramiz. Xo'p, to'qqizdan qolaylik. Bularni galik yo'q, bular yo'q. Hozir bunda bo'lmayapti. Qilganimiz ham bitta so'z. Xo'p. 9 bilan o'tmagan. Farqi yo'q, biz o'tganmiz. Yo'q, biz hozir o'tmaganmiz o'zi. Bo'ldi, 7dan davom etamiz, 7dan. Yo, 5dan beraman. 5. Xo'p. 5dan beraman. O'ti Muhammad Do'ro'bir tomonidan o'tkazilgan pul islohoti nima deb atalgan? Darik. To'g'ri. Keyingisi. Buni ham o'zi. Bitta sizlarniki, bitta bularnikilar. Saljuqiylar davlatining bosh vaziri.
Nizomul mulk. To'g'ri. Zo'rlash. Endi oldi. Endi biz takım. Yo'q, hammasi yo'q. Ay, to'xtang. Hop, keyingi savol. Jim bering. Savol. To'g'ri. Jim. Qoraxoniylar va G'aznaviylar davlati qaysi zaiflashgan davlat hududidan ajralib chiqdi? Xato. Xato. Somoniylar to'g'ri. Yaxshi. Aka, telefonga tegdi ekranga. Hop. Nechi bo'ldi? 5-4. 5-4. Ikkinchi va uchinchi guruh. Rahmat ishtirokinglar uchun. Egallashdi. Ya'ni 4-5 bilan. Juda ham yuqori baholar bilan egallashdi. Ishtirokinglar uchun rahmat. Xo'p, endi prezentatsiyamizga o'tamiz. Behruz qo'yib yuboralasizmi? Xo'p, Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Boburni qarang, 1433-1530-yillar. Bu nimani ko'rsatyapti? Hukmronlik yillari, hukmronlik yillarini ko'rsatyapti. Xo'p, endi qarang, Zahiriddin Muhammad Boburni davlat tepasiga kelish tarixi biz uchun juda ham qiziq bo'lgan davr. Bobur Temuriy shahzoda ekanligi va otasidan keyin juda ham erta bolalikdan voz kechib, otasini mulkini boshqargan hukmdor sifatida biz bilamiz. Bobur otasini mulkini boshqarayotganda u juda ham yosh bo'ladi va kimni yordami bilan boshqaradi otasini mulkini? Onasi va otalig'i. Bilasiz, Temuriy shahzodalarni tarbiyalashda otaliq degan unvon eng katta unvon bo'lgan. Bu nima vazifani bajarganda otaliq maqsudi? Valiahd shahzodalarning tarbiyasi o'ta muhim bo'lganligi sababli ota vazifasini bajargan lavozim bo'lgan va mana shu lavozim asosida farzandini tarbiyalagan. Boburni otalig'i kim edi? Hoji Qozi. Hoji Qozi otasini, Boburni otalig'i Hoji Qozi hamda onasi kim edi? Qutlug' Nigor xonim tomonidan boshqarilgan. Boburni otasi baxtsiz tasodif tufayli halok bo'ladi va otasini mulklarini egallaydi. Bu yerda Zahiriddin Muhammad Boburni o'sha faoliyatlari, tug'ilgan yili, sanalari, hammasi, Farg'onani boshqarganlari, hozir aytib o'tgan gaplarim haqida ma'lumotlar berilgan. Bu ma'lumotlarni guruhlarga tashlaymiz va u yerlardan siz bemalol o'qib olishingiz mumkin. Xo'p, Boburni yana o'tkazing. Keyingisiga. Xo'p, bu yerda Boburni eng mashhur ruboiysi berilgan. Biz bilamiz, Bobur nafaqat tarixda, balki adabiyotda ham o'ziga xos iz qoldirgan va ularni Boburni ruboiy naviy sifatida, ruboiyni ustasi sifatida bilamiz. Mana shu bu yerda to'rtligi hamda Boburni rasmi berilgan. Keyingisiga o'tkazing. Ulug' shoir va davlat arbobi Boburni timsoli berilgan. Va mashhur olimlar anaqa ruboiylardan yana namunalar keltirilgan. Xo'p, mushoiralar o'tkazilgan juda ham ko'p, chunki ko'plab shohlar o'zlari mana shu davlatda homiy bo'lishgan, adabiyot va san'atni rivojlanishiga va o'zlari ham ijod qilgan. Biz bilgan barcha, biz o'tgan barcha tarixiy hukmdorlar hammasi nima qilgan? Ijod bilan shug'ullangan. Va bu nafaqat O'rta Osiyo hududida, balki biz qadimgi dunyo tarixini o'rganganimizda, qadimgi dunyo tarixida ham eng asosiy e'tibor u kim bo'lib tarbiyalanishidan qat'iy nazar musiqa va she'riyatga katta joy ajratgan. Yunonlarda ham fuqarolar tarbiyasida, Rim imperiyasi hududida ham fuqarolar tarbiyasida juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan va katta tadbirlar, mushoiralar o'tkazilgan. Xo'p, Behruz o'tkazib boring. Boburnoma asari Bobur ijodidagi eng mashhur asar bu Boburnoma asari hisoblanadi. Boburnoma asarida Bobur o'zini biografik asar hisoblanadi. Bobur o'zini faoliyati, asarlari, tarixiy joy nomlari, o'zi egallagan hududlar haqida va o'zini vatani, bobosidan qolgan yurt haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni keltirgan.
boya biz gaplashdik, topografik ma'lumotlar ham Boburnomada juda ham ko'p keltirilgan va ko'plab tarixni yoyishda, tarixni e'lon qilishda mana shu Boburnomadan ko'p foydalanilgan va ma'lumotlar olingan. Xo'p, keyingisiga o'tkazing. Boburni asarlari, ko'p asarlari bizgacha yetib kelgan. Xo'p, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida, ya'ni qo'lyozmalar institutida Boburni juda ham ko'p asarlari taqdim qilingan. Bitta katta shunaqa zal Boburni barcha qo'lyozmalari, barcha asarlari bizgacha yetib kelgan asarlari o'zini tadqiqotchilarni kutayotgani va bu borada katta xizmat qilgan olimlarning ishlari ko'rsatib o'tilgan. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, yana bitta o'tkazing. Mana bu yerda Humoyunnoma berilgan. Bu ham Boburning faoliyati va qolgan Boburiy shahzodalar, ya'ni Temuriy shahzodalarning davomchilarini nomlari keltirilgan. Bu kitob kim yozgan edi? Boburning qizi Sulton Gulbadan begim yozgan edi. Bu asarni kimga bag'ishlagan edi? Ukasi Humoyunga bag'ishlab Humoyunnoma deb yozgan edi. Biz tarixni o'rganishimizda aynan shu Boburni tarixdagi faoliyatini o'rganganimizda Humoyunnomadagi eng qiziq ma'lumotni eslaylik. Nima deb berilgan edi? Sarvar kim esida? Humoyunnomada berilgan ma'lumot bor edi-ku. Siz o'tmagansiz. Xo'p, nima haqida edi shu? Bu o'sha Humoyunnomada Boburni faoliyati haqida qizi Gulbadan begim nima yozgan edi? O'sha jang masalasi deydi. Hindistonga Ketishidan oldingi voqea. Kim esida? Lazbek, Maqsudaxon. Anaqa, Soliha. Esingizda yo'qmi? Humoyunnomada Shayboniy xonni bilan otasini o'rtasidagi munosabatni yozganida, ya'ni oxirgi marta Samarqandni olish uchun kelganini va otasini qiyin ahvolga tushib qolganini, otasiga hech kim yordam bermaganini va Shayboniy xonni o'ta qattiq nafrat bilan kelayotgani, yo Samarqand qo'ldan ketadi, yo Samarqand qo'lga qoladi deb otasi haqida ma'lumotlar bergan edi mana shu Humoyunnoma asarida. Xo'p, keyin qarang, Bobur o'zi alifbo tuzgan. Eng asosiy ma'lumot, allomalar ichida Bobur o'zi alifbo yaratgan. Bu yaratgan alifbosi xatti Boburiy deb ataladi. Xatti Boburiyda Bobur Qur'oni Karimni tarjima qilgan, ya'ni o'girgan, yozgan. Xatti Boburiy qalam anaqasida, orfografiyasida xatti Boburiyda Qur'oni Karimni ko'chirgan. Ya'ni o'zi o'sha anaqani ko'chirib o'tgan. Xo'p, ketdik. Keyingisi mana xatti Boburiy degan xat yaratganligini olishimiz mumkin. Boburiy shahzodalar keyinchalik o'zlarini omadini bu yerda sinab ko'rgandan keyin Bobur bir necha bor amakisini o'sha yordamga kelmaganligi, ukasi tomonidan ko'plab isyonlar ko'tarilganligi, buni qo'llab-quvvatlashmaganligi, keyin mana shu hududlarni egallashda u Eron safaviylari bilan yaqinlashganida xalq uni ayblaganligi, ya'ni shiyalarga maslahatdosh bo'lgani, shiyalar bilan yaqinlashganligida sunniy musulmonlar uni qo'llab-quvvatlamaganligi, shu sabablarga ko'ra qo'llab-quvvatlamaganligi sababli Bobur O'rta Osiyo hududidan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Va Bobur o'zini davlatini qayerda tuzadi? Bobur Afg'onistonda o'z davlatini tuzadi va Afg'onistondan chiqib ketib, ya'ni Afg'onistonda davlat qiladi va katta davlat tuzadi. Hindiston madaniyatida, Hindiston diniy turmush tarzida, ijtimoiy holatida ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda Hindistonni vizitni kartochkasiga aylangan bitta tarixiy obida bor. Bu qaysi edi? Toj Mahal obidasi. Toj Mahal obidasi Boburiy shahzoda kim tomonidan? Shohjahon tomonidan o'zini suyukli ayoli Mumtoz Mahal begimga atab qurdirgan binosi. Mana shu Toj Mahal binosi Hindistondagi Jamna daryosi bo'yida qurilgan va bu qurilgan obida juda ham go'zal va butun dunyoni o'ziga rom etadigan obida sanaladi. Dunyoni barcha prezidentlari,
ya'ni shu jumladan biz ko'rgan edik, mana shu anaqani Toj Mahal mavzusida barcha prezidentlar, Amerika prezidentidan tortib to o'zimizni prezidentimizgacha mana shu Hindistonga tashriflarda Toj Mahalda tushgan rasmga. Toj Mahalni o'ziga xos xususiyati shundaki, u kunduzi, ya'ni kun oxiriga qadar oppoq ko'rinishda bo'ladi. Shom paytida esa kun botayotgan paytida pushti rangga kirar ekan. Ya'ni ikki xil xususiyat bilan tovlanar ekan mana shu Toj Mahal binosi. Lekin hozir Hindistondagi ekologik muammolar sababli bu Toj Mahal binosi sariq tusga kirayotgani va biroz nura borayotganligi sababli o'sha turistlarni qatnovini cheklash maqsadida, biroz tartibga solish maqsadida nima anaqalar o'rnatilgan, cheklov me'yorlari o'rnatilgan ekan hozirgi kunda. Lekin barcha dunyoni asosiy tashrif qog'ozchasiga aylangan bu anaqamiz. Ya'ni tarixiy obidamiz. Xo'p, keyingisiga qo'yib bera olasizmi? Yo'q, anaqa keyingi yo'q, boshqa hayatimiz sizga ma'qul keldi deb o'ylayman. Barcha ishtirokchilarga kattakon rahmat va Bobur haqida biroz bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham ma'lumotlarga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, chiqsa bo'ladimi?